Avval xabar berganimizdek, joriy yilning may-iyun oylari davomida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi hamda qator hamkor tashkilotlar hamrohligida respublikamiz bo'ylab targ'ibot karvonlari yo'lga chiqqan edi. Muxbirimiz Buxoro viloyatida tashkil etilgan tamaddun, madaniyat va ma'rifat mavzusidagi ilmiy-ma'rifiy targ'ibot uchrashuvlari xususida so'z yuritadi. Ziyolilar har bir mamlakatni harakatlantiruvchi kuchdir. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ilg'or yoshlar, jonkuyar ziyolilar va vatan taraqqiyoti yo'lida birlashgan xalqqa ega bo'lgan davlatgina milliy manfaatlarini himoya qilishga qodir. Ana shunday yuksak g'oyalar mujassam etgan targ'ibot tadbiri ishtirokchilari Buxoroda o'z ishini boshladi. Bunda asosan bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va islohotlarning amaliy natijasi bilan ziyolilarni, xususan yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Respublikamizda amalga oshirilgan islohotlarning mazmun mohiyatini, o'ziga xos bo'lgan, dunyoda hech bir o'xshashi yo'q bo'lgan muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan yirik mega loyiha O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi ekspozitsiya loyihalari bilan yanada yaqinroq tanishtirish maqsadida turli mavzularda suhbatlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazining barpo etilishining asosiy maqsad vazifalari. Buxoro davlat texnika universitetida tashkil etilgan Yangi O'zbekiston yangi renessans poydevori mavzusidagi ilmiy ma'rifiy forumda ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari, yosh ilmiy tadqiqotchilar, olimlar ishtirok etib, Yangi O'zbekistonning bugungi va ertangi taraqqiyotini barpo etish, yangi bosqichga olib chiqish borasida amalga oshirilgan ishlar, oldimizda turgan muhim vazifa va maqsadlar, keng qamrovli islohotlar xususida to'liq ma'lumotlar berildi. Hozirgi tadbir orqali qonunchiligimizda bo'layotgan yangiliklar, islohotlar va O'zbekiston 2030 strategiyasining mazmun mohiyati yanada ochib berildi. Prezidentimiz tomonidan bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyalar markazi haqidagi rolikni tomosha qildik. Bu ulkan loyiha haqida tanishib, cheksiz faxrlandim. Yangi innovatsion texnologiyalar asosidagi bu kabi loyihalar ilgari rivojlangan davlatlarga borligini bilardim. Bizning O'zbekistonda ham shunday ishlar amalga oshirilayotgani har birimizga g'urur bag'ishlaydi. Shuningdek, Buxoro davlat tibbiyot institutida viloyatdagi 55 ta og'ir toifasiga kiritilgan mahallalardagi kambag'al oila vakillari uchun tashkil etilgan farovon hayot uchun ilk qadam mavzusidagi seminar treninglar ham yuqori saviyada o'tkazildi. 2 kun davom etuvchi targ'ibot tadbirlari davomida buyuk ajdodlarimizning boy madaniy merosini ommalashtirish maqsadida Tirik tarix loyihasi doirasida kinoijodkorlar ishtirokida milliy filmlar namoyishi, shuningdek boshqa turli ilmiy, innovatsion va ijtimoiy loyihalar ham o'tkaziladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.